Yana nima bo'ldi? Ha, nima bu yurish kelin? Sen bunda kattaroq ko'ylak kiysangiz o'lib qolasizmi? Yo oyijoningiz o'rgatmaganlarmi? Bizlar paytda prosta uyat edida qornimizni mashinada o'qib yurish kattalarning oldida. Men bilmayman bu yoshlarga nima bo'lgan. Mashinada o'qib hamma ko'rsin, bilsin. Bittasini homiladorsan, boshqa hech kim tug'magan. Homilamni nimasidan uyalaman, oyijon? Nima bu joydan orttirib kelyapman men? Keyin qo'ying, uyat degan gaplarni esimda to'yim kuni nima qilganlaring. Men nima qildim? Birinchi brachni kechamiz sahargacha jivoy bu narsa eshitaman deb eshikning tagida mashinada o'tirgandilaring-ku, esingizdan chiqdimi? Uyalmadingizmi bu narsa eshitib qolishga? Tavba qildim. Yana bu yetmagandek, ertalabdan turib meni prostinimi mashinada ko'tarib chiqqaningizga necha? O'cha. Tavba qildim. Sizlar yoshlarga men bilmayman. Ibo hayo degan narsa yo'q. Faqat 24 soat digi eri tagida yotish, tug'ish jartillatib. Tavba qildim. Yo'q-e, meni xayolimda faqat o'shanaqa narsamikan. Men endi ikkinchi bolamga homilador bo'lyapman. Siz 7 yilda 7 ta tug'ib tashlagansiz. Endi boshqatdan o'ylab ko'ringchi, kimning xayolida digi bo'lgan ekan.